İstanbul Ma'muriy Sot Mahkemesining Uyg'urlarni cho'chitgan qarori. İstanbul 16 ve 18. Ma'muriy Sot Mahkemeleri Mahmud Inoyat ve Erkin Abduveli ismidagi iki Uyg'ur muhojirining davlatiga qaytarilganda zulmga uchrashishi haqida konkret ve haqiqatga uyg'un bir delil yo'q degan qaror bilan Ichki ishlar Ministerligi Ko'chmanlar idorasining bu iki Uyg'ur muhojiri to'g'risida chegaradan chiqarib etish haqidagi qarorini qo'llab, bu vaqtda sunilgan arzni inobatga olmadi. Ma'muriy sot mahkemelaridan chiqqan bu qarordan keyin İstanbulda yaşayotgan Uyg'ur muhojirlar orasida jiddiy g'ulg'ula paydo bo'lib, andishalar kuchayishga boshladi. 3-ayning 13-kunida chiqqan qaror gazeti mahkamaning so'ziga qaraganda Sharqiy Turkistonda zulm yo'q ekan degan mavzuliq alohida xabarni e'lon qildi. Erkin Abduveli uchun echilgan sot qarori 1-ayning 31-kuni, Mahmud Inoyatning bo'lsa 2-ayning 28-kuni tasdiqlangan ekan. Erkin Abduveli to'g'risida chiqqan 16 Ma'muriy Sot Mahkemesining qarorida kelgan davlatida, ya'ni vatanida hayotini normal holda davomlashtira olishi mumkindir. Kelgan yerda zulmga uchraydiganligi to'g'risidagi mahkamani konkret uchur va hujjatlar bilan ta'minlayolmaganligi uchun arz qiluvchining bu qarashlari e'tiborga olinmadi deyilgan. Mahmud Inoyatning 18 Ma'muriy Sot Mahkemesidagi natijasi bo'lsa 2-ayning 28-kuni tasdiqlangan. Mazkur mahkama Mahmud Inoyat haqida davlatiga qaytarilayotgan chaqda ziyonkashlikka uchraydiganligi to'g'risidagi jiddiy, konkret ve maddi sebepler ko'rsatilmaganligi uchun arz qiluvchining 6458 sonli qonunning 4 ve 55 moddasi doirasiga kirmaydiganligi aniqlandi. Bu sebepten mazkur qarashları e'tiborga olinmadi deyilgan. Türkiye Cumhuriyeti İçki İşler Ministerligi Ko'chmanlar idorasi ikki Uyg'ur muhojirini vaqtli tutib turish jarayonida ularni qanday jinoyatlar bilan ayblaganligi to'g'risida Uyg'ur advokat Cevlan Shirmahmet bir aniqlama berib, ben okudum. Belgede sahtecilik cinayetten bir nimiz var ki onun keyinden çığırdan kaçak kirgenlik sebebiden ki 2014-2015'lerde kirgen bazı Uygurlarımız bu şekilde kirgen. Bunu devlet bilemiyor diyende bülüdü. Devlet bülüdü diyenge bütün devletin kurumları, organları bülüdü diyen gep emez. O kurum organlarının içindeki bazı şahıslar ya ki üst düzeydeki bölgen bilen memurlar bile diyen gep emez. Uygurlar kaçak kirip devlet alayda bir kanun çıkarıp ya ki genelge çıkarıp bildirmeydi. Bunun için başka hem madem bildi diyen gep yok. Vatandaki zulümün Türkiye'de %100 Türk'lü bilmeydi. Kardeşim, can kardeşim diyen bile oturup paramsız. Organlar şu. Erkin Abduveli ve Mahmud Inoyat to'g'risidagi didonun neticesi avukatlarga uqtirilgandan keyin 3-ayning 14-kuni Xalqaro Musofirlar huquqiy jamiyati, Mazlumlar jamiyati, Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligi ve Sharqiy Turkiston kishilik huquq kuzatish jamiyati qatorliq tashkilot ve jamiyatlar İstanbul Ma'muriy Sot Mahkemesining oldida mahkamaning qaroriga norozilik bildirish yuzasidan axborot e'lon qilishini o'tkazdi. 3-ayning 15-kuni saharda Türkiye Cumhuriyeti İçki İşler Ministerligi Ko'chmanlar idorasi bir yozma xarakterlik axborot e'lon qilib, ismi atilayotgan shaxslarni Xitoy davlatiga qaytarib etish xabarlarining butunlay yolg'on ekanligi, hozirgacha birmi Uyg'ur turkining Xitoy davlatiga qaytarilmaganligi. Bu iki Uyg'urdan Mahmud Inoyatning hozir Yevropadagi bir davlatda oilasi bilan birga yashayotganligi, Erkin Abduveli haqidagi kuzatib turish qarorining 2023-yili bekor qilinganligi qatorliq voqealar to'g'risida bir aniqlama berib o'tdi.